Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 22-fevral. Adliya rejalarimiz juda ham sog'lom. Sotuvda mavjud. Kimga adliya rejalarimiz kerak bo'lsa, arzonroq varianti degan do'stlarimiz uchun. Xudo xolasa 2 haftalik bo'ldi. Vaksinalar olindi. Bitta vaksinasi qolgan. Olgan odamlar uchun tushuntiramiz. Vaksina qilish qiyin emas. Suvga qo'shib beriladigan vaksinasi qolgan. Tak, adliya rejalarimiz sotuvda mavjud. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyat Payariq tuman, Elak shahar. Yo'q, bismillah. Juda ham sog'lom, juda ham masalloh, biron marta bir shiqillab qolgani yo'q. Dori berib bu narsa qilganimiz yo'q. Shu anaqalarni berib turibmiz. Vitaminlarni, Citronik, Subtiprovit, shunaqa. Keyin ortiqcha shu vitaminlarni berib turibmiz. Vaksinalar bo'lgan, bitta vaksina qolgan. Mana qarang ham chiqibdi bu, bilmayman nimaga. Buni qarang. Adliyada birinchi marta ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Olib qolamiz o'zimizga. Kimga adliyalarimiz kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Andijon qora tovuq jo'jalari ham bor ichida. Chunki bir paketda chiquvdi, Andijon qora tovuq jo'jalari klient bor edi, sotib oldik. Buni do'stlar, narxi 30 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Kamroq bo'lsa bittaga chiqarib yuboramiz, ko'proq bo'lsa o'zimiz olib borib beramiz. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpoqgacha. Xudo xolasa sog'lom, yaxshi boradi. Inshaalloh o'zini maxsus korobkalar bor, korobkalarga olib boramiz. Adliya tuxumlarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa 8 ming so'mdan urug'langan inkubator uchun. Andijon qora tovuq tuxumlari ham bor. 4 ming so'm urug'langan. Astrol Ruminiya bilan chatishtirganmiz. Tak, do'stlar, shu jo'ja boquvchilar ko'plar dimlab qo'yishyapti, ya'ni havoni o'zi bilan o'zi isitish jo'jalarni. Yo'q, u noto'g'ri. Mana do'stlar, deraza ochiq, tepa ochiq. Mana toza havo kiryapti. Mana bu yerda ventilyator ishlayapti, chiqib ketyapti. Sassiq havo, kislorod kiryapti, laboratoriya tagida chiqib ketyapti. Bularga kislorod juda muhim. Agar dimlab qo'ysanglar, kasal bo'lib qoladi. Shuning uchun do'stlar, har bir jo'ja boquvchiga juda muhim narsa. Buni aysh narsaga juda e'tibor berish kerak. Ko'plar kasal qilib qo'yapti, nimaga? Dimlab qo'yapti. Havo kirdi, chiqdi yo'q. Ya'ni skvyaznaga ham tashlamash kerak. Skvyaznaga qo'yish kerak emas. Mana shu derazaning tagida mana pechka bor. Mana pechkaga urilib, issiq havo bo'lib ichkariga kiradi. Shuning uchun derazaning tagida pechka juda muhim. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Dastlab O'zbekiston bo'ylab mavjud. Kamroq bo'lsa bittadan chiqarib yuboramiz, ko'proq bo'lsa kelishilgan holda o'zimiz olib borib beramiz. Manzil Samarqand viloyat Payariq tuman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.